Bittadan like bosib qo'yinglar obunachilar. Shuncha mehnatga bittadan like bosaverasizlar. Bittadan like. Hamma havas qilgan uyda bundan ham ko'p bo'lsa mayna qo'yinglar. Obunachilar bittadan like bosib turaveringlar. Assalomu alaykum akalar. Bizni muntazam kuzatayotgan aziz obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa sizlarga bugun manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Video o'tib-o'tmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga mana bunaqa arasham paroda qo'yiladi. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Hafta kunimizga bugun 25-fevral, chorshanba 2026-yil. Hammalaring kunlaring xayrli, barakotli o'tsin deya o'sha o'zimizni ukamiz Abdulaziz xonadoniga tashrif buyurdik. Abdulaziz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelaverjon aka, assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugungi o'zimizning uydagi seleksiyadagi qo'ylarni aka. Yaxshilayapti va savdoga chiqardik aka. Videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib tursin. Bugun bo'g'oz, qo'chqor, ona bola hammasidan bor aka. Necha partiya qo'y chiqaramiz bugun? Bugun qo'yimizga bir 3 partiya chiqarib beramiz aka. Liniyalik, toza arasha so'raganlarga toza arashalardan bor aka. Liniyasi bor qo'ylar. Liniyasi borlardan bor aka. Liniyasi bor qo'ylar. Birinchi partiyamizga bo'g'oz variantlari ekan-a? Bo'g'oz varianti aka bular hammasi. Birinchi partiyamizga nechta dona bu yerda? Bu yerda 5 dona aka soni. Bu yerda soni 5 dona ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. E'tiboshi ham juda chiroyli, zo'r variantlari ekan, xudo xolasa. Mana, hurmatli obunachilar. Mana bu Abdulaziz bir 2 kunda tug'ib qoladi shekilli, mana bunisi. 1-2 kunda tug'adi aka. 1-2 kunda tug'adigan qo'ylar bor ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Qo'ylar hammasi Xudo xolasa tug'ishga kelib qoldi. Xo'p, bular nechinchi qoringa bo'g'oz endi? Bular 1-2 qoringa bo'g'oz aka. 1-2 qoringa bo'g'oz ekan. Mana qo'yimiz qo'zi aka, mana shu yerini eng katta mana. Mana bu qo'zi. Mana bu qo'zi deyapsiz? Bu qo'zi aka. Hali tish buzmagan. Yo'q, tish buzmagan, qo'zi qo'y aka. Mashalloh, obunachilar mana. Qo'yni osilangani zo'ridan o'ngdan mana sizlarga tavsiya qilaman. Yelimlarni qaranglar, 1-2 kunda to'p bo'lar ekan. Mana bu ham zo'r narsa ekan mana. To'llari. Afg'oni ham bor aka. Afg'oni ham bor. Bu qo'ylar yeb ichari hamma yo'g'idan muammo yo'q aka. Chunki o'zimning uyimda qorada turgan qo'ylar aka. O'zingiz qo'ylaringiz bor. O'zimizning qorada turgan qo'ylar aka. Xudo xolasa hammasi yelimlar ko'chib qolgan ekan. Toza qo'chqordan qo'chqan aka. Mana shu qo'chqor sovuq ham javob aka. Liniyasi bor bularda. U qo'chqorimiz sotilmaydi, undan tushgan seleksiya natijalari bor aka qo'zlar. Ularni ham sotiladi. Bundan keyin partiyalar chiqadi aka. Bo'ldi. Oxirigacha ko'rib turasizlar, hurmatli obunachilar. Liniyasi bor. Mana buni yelimlar haqiqiy bilinib qolgan ekan. Buni ham yelimi ko'chib qolgan mana. Hurmatli obunachilar, hammasini yelimi naqaka. Mana shu qo'yimizga bilinmagan alos. Abdulaziz, ana shu qo'zi deganingizni bir ushangchi. Biz obunachilarga bir ko'rsataylik. Bu yoqqa torting. Hurmatli obunachilar, mana so'zkasiga e'tibor beringlar. Shunisi to'rtta bo'lsa deyshadi, egiz tug'adi degan gap bor. Ya'ni egasi egizchashchi aka, enasi o'zimizda turibdi bu qo'y. Enasi ham turibdi. Egiz tug'ishi qo'ydi bolasi aka, o'tgan yilgi qo'zi bu. Mana chi endi yoryapti ekan mana. Mana. Endi yoryapti ekan. Endi yoryapti aka. Qo'zidan. Endi chiqaryapti. Mana yelimiga e'tibor beringlar mana. Mana so'zkasi ikkita, u tomonda ikkita. Shuni ushlab turing. Simjun variantdan ekan obunachilar mana. O'zi tulaydigan mana. Mana bachoga. Bu 1 kunda to'p oladi, shoshilib aloqa chiqarasizlar. Aka, bu qo'yning ham bitta sharti bor. Faqat vodiyga sotamiz. Samarqandga yaramaydi. Masalan, Samarqand, Buxoro, O'zbekiston bo'ylab yaramaydi bu qo'y. Bo'ldi, tushundim. Bugun erta tug'adi bu qo'y, chunki. Faqat vodiy bo'ylab sotamiz, dastlabkini chiroyli qilib o'zini olib borib beramiz aka. Quloqlari, tasha turishlarini qaranglar, e'tibor beringlar. Shalpay ninada qo'chqarimizdan qochqan aka. Shalpay ninadan qochgan. Bu qo'chqarni ham videolarini ham tashlab beraveramiz aka. Liniyalik toza qo'chqardan qochgan. Uni mana sheriklar tuqqanlari ham bor aka. Hozir videosida ko'rsatamiz aka. Bo'ldi. Videolar bor ekan, so'rasalaring bemalol tashlab berishar ekan. Egizakchi qo'ydi bolasi aka. Buni onasi ham o'zimizda. Hamma yo'g'i spesialist aka bu qo'y. Hamma liniyasi bor ekan. Liniyali qo'ydi bolasi aka. Haqiqiy. Xo'p. Abdulaziz, dastlabkini qayergacha qilib berasiz endi? Bu mayli. Dastlabkasi aka, mana shu bir donadan tashqari O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Mo'lar ham tug'ib turibdi. Bular ham mana Toshkentgacha aka bularniki. Toshkentgacha O'zbekiston bo'ylab bu qo'ylar o'zi tug'ishga kelib bo'ldi aka bu qo'ylar. Yaramaydi uzoq yo'li. Bo'ldi.
Hop, telefon qo'rasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar, kelishib qolsalaring, xudo Kelishib xolasa. qolsa bitirib beramiz. Hop, yeb ichlarda muammosi yo'q umuman. Yo'q, yeb ichlarida umuman muammosi yo'q ekan. Bemalol olishaveradi bir hafta. Xotirjam, bu uyda turgan qo'ylar aka. Vaksina hamma yo'q bo'lgan qo'ylar. Hamma yo'q bo'lgan ekan, hurmatli obunachilar. Mana. Afg'on so'raganlar, mana afg'oni ham bor ekan. Mana afg'oni Bu ham bor. terma qo'ylar, hammasini bitta olingan aka, o'zimizning uyda turgan qo'ylar bu. Xotirjam olishaveradi. Mana o'zlarini uylarda seleksiyaga boqolmagan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Yaxshi niyatda sotyapmiz. Yo'qsa bu qo'ylar o'zimizning uyda turgan qo'ylar aka. Xotirjam olishaveradi. Xo'p, bular mana pul kerakligi uchun, pul bo'shatish uchun sotyapti ekanlar. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana haqiqiy qo'y gullari ekan. Xo'p, Abdulaziz, partiyalar ko'p deyapsiz. Bular narxiga o'tiraveramiz endi. Hop, aka bularni narxini bir joyga olaman degan odamga aka. Hop. Hop. 8 million emas, 7 million 800 mingdan beraman. 5 tani bir joyga olaman degan odamga. 7 million 800 ming so'mdan ketaveradi. Bir joyga olaman. Bir joyga olgan odamga ketaveradi. Agar bitta dona tanlab olaman deb mashg'ul o'zini tanlab olsa aka, Ha. $1000 beraman. Agar o'zi tanlab olsa. Bir dona olsa, u chunki videoni boshida aytib qo'yish kerak-da, hammani 7 million 800 mingdan qo'ydim, uni o'zi nimaga qimmat deysham. Men o'zini olaman degan odamga $1000 mana ko'ngli ko'targan odamga mana beramiz aka. Ha, o'zini yakka so'rashdi. Ha. Yakka so'raganga shunday ekan. So'raganga $1000 beramiz aka. Tanlab olishga pullis ekan, hurmatli obunachilar. Hop. Abdulaziz, bo'ylarini nechaga beramiz buni? Bo'ylari 80, mana shu qo'zimiz 80 aka. Ha? Bola 85 chiqaveradi. Qollar 85 dan chiqar ekan, hurmatli obunachilar. Hop, so'rasa takror video qilib berasiz o'zingiz yana. Qilib beramiz. Hop. Abdulaziz yana xayr sunnatiga o'tib berasizmi? O'tib beradigan joyi bormi? Telefon qilsin kelishamiz. O'zlariga o'tib berasiz? Ha, o'zlariga o'tib beramiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa o'tib beradigan joylari bor ekan, xudo xolasa mana qo'ydi haqiqiy zo'rlari. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Keyingi partiyaga o'taveramiz aka. Obunachilar, bizda keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiya. Murodjon aka, Hov. bundaqa liniyali qo'zlarim ham bor aka mana. Mana buni qaranglar. Mana. Yuzlarni qaranglar, quvvat tashuvchilarni qaranglar. Mana onasi Toza arasham baqaman degan odamlarga mana, toza arasham mana akalar. toza degan haqiqiy mana. 100 ga 100 shalpay liniyali qo'chqarimizni bolasi aka mana. Onasi 90 pilusda aka, 4 tishda. 90 pilis 4 tish. Ha, 4 tish. Mana. Mana. Qo'ydi, haqiqiy yiriga mana aka. Şimdi kavagida salab turgan qo'yim aka. O'zingizni qo'yingiz. Ha, bu o'zimni qo'yim. 100 ga 100 aka. Bemalol olishaveradi qo'y. Mana. O'zlari qoralarda boshlatgan qo'ylar ekan. Ablas bunisi-chi? Unisi Egizchami? egizakchi aka u. Egizchi ekan, mana bolalari oldida turibdi. O'zini ko'rsatmaydi, qo'y. Mana hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Mana. Bo'yi 90 pilusda aka qo'y. Azlakam qo'ymas mana. 90 pilis ekan, jonivor. Mashalloh. Haqiqiy yirginasi ekan. Mana. Qo'yni zo'rida baqaman degan odamga mana tavsiya qilaveramiz. Haqiqiy zo'rlar ekan. Hop, Ablas buni bolalari qanaqa endi buni? Hop. Bolalari aka, hop. Bolasi sog'liq buni. Ha, 1,5 oylik bo'lyapti aka. sog'liq Ha, bolalari. 1 oydan endi o'tdi bu bola. Bir oydan endi o'tdi. Ha, shalpay liniyali qo'chqarimizni qizi aka ana shu. Haqiqiy liniyasi bor Ha, ekan. 100 ga 100 javob aka. Qo'chqarimizni videolari ham bor, tashlab beraveramiz qiziqqan odamlarga. Bo'ldi, videolar bor ekan. Nargisi ham 4 tishdan 6 tishga o'tyapti aka. Onasi liniyasi yo'q bu onasida. Onasi liniyasi yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Hop, shalpay liniyada qo'chqarimizni qo'shib bolaganmiz aka. Ikkalasi ham urg'och aka. Buni ham ikkalasi. Ha, Bu yerda qo'zlarni hammasi urg'och ekan-a? Ha, hammasi urg'och aka. Hop. Buni 4 tish dedingizmi buni? Ha, u ham 4 tishdan 6 tishga o'tyapti aka. Buni 4 tishdan 6 tishga qo'yapti dedingiz. Hop. Mana. Ana qo'zlar aka. Qo'zlar Hamma yo'g'i e'tibor beraverasiz. endi ko'rindi. Egiz tish qo'zlariga, Arasha qo'ydi bolalar aka. egiz tish qo'zlariga mana 100 ga 100 arashanda mana haqiqiy tozalar ekan yebdi. Hurmatli obunachilar mana. Nima deyapti bu qo'ylar? Mana. Havas qilinglar, bittadan like bosib qo'yinglar shu yertiga. Mana. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa buni ham mana bitta obunachimizga berasiz buni, bilasiz. Buni ham xudo xolasa bitta obunachimizga beramiz. Sizlarni qaranglar. Bu qo'ylarni kelib chiqishi hamma yo'g'i tartibi bor aka. Videosi bor. Ha, videosi ham bor. Mana shu qo'yimiz Andijon buloq oshidan olib keltirganman aka, shu qo'yimiz. Andijon. Umar akani qo'rasidan chiqqan seleksioner akamiz. Mana. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, uni 90 pilis dedingiz, buni nechiga beramiz bu bo'yni? 80 aka bu. Buni bo'yi 80 ekan. 80 pilis minusdagi.
Bo'ldi. Hammasi bolalar urg'ochi ekan, xudo xolasa yeb ichlari sinovdan o'tgan, o'zlarining uylarida qo'ylarida o'zlarini boqayotgan qo'ylari ekanlar, qo'ylari ekan. Xo'p, obunachilar xudo xolasa bemalol aloqa qilib ko'rsatmayapti aka. ha, qo'ylar bir joyda turib qolyapti, o'zini ko'rsatmayapti. Qo'ylar videoda ko'radigan emas. Qiziqqan odam kelib tepasida ko'rsin, qo'ylar yaxmasa kelib yetishadi aka. Bo'ldi, tepasiga kelib bemalol o'zlaring talashib tortishib olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Qo'yni ko'ryapsizlar, yirikligini. Haqiqiy mana bu oldan qo'y o'ta kichkina bo'lib qolyapti, bilasizmi menga? Ko'zimga yoshdan ko'rinyapti. Qo'y yirik bo'lgani uchun. Bu juda yirik aka. Oyog'ini qaranglar, quvvatligini. Desa bor deydigan variant aka. Haqiqiy o'ynab turibdi mana. Mana bolalari ham oldida. Oq yuz mana o'zini Katta bo'lib qolgan mana. Oq yuz yuz arasha aka, mana shunaqa bo'ladi qo'y. Xo'p, hamma yo'g'a o'zingiz endi javob qilasiz. Endi narxini qanday aytamiz buni? Yakka aytamizmi yo? Narxi yakka, jupini olsa yana ham arzon qilib beraman. Jupini olishsa yana ham arzon qilib berasiz. Xo'p, narxini endi mana bu katta qo'ydan boshlayveramiz yo'qsa narxini. Shu bitta bolali aka bu. Xo'p, Bolasi mana urg'ochi. Xo'p, narxi $5000 qiziqqan odam telefon qilaveradi aka. 5000 ga beraverasiz. 5000 ga beraman narxi qiziqqan odamga. Buni nech bo'ldi? Bu qo'y eng qizig'i birinchi bolasi ashi. Hozir Hozirgiligida tug'di birinchi bolasini. Birinchi bolasini 4 yilga tug'di. Endi ikkinchi qoringa bo'g'azmi gumon aka qo'chqaridan yurganmi? Qo'chqaridan yurgan ekan. Ha. Buni narxini qancha deymiz mana ikkinchisini, egizchini? Egizakdagi narxi $3000 ga beraman. 3000 ga berasiz. Ha, qiziqqanlar bilan aloqa chiqishaveradi. Aytgan summangizda xayri bormi yo'qmi? Ha, telefon qilsa ozmaz o'tib beraman aka. O'zlariga o'tib berasiz. Ha, ozgina o'zlariga o'tib beraman. Ikkovini olgan odamga xayrini chiroyli qilib berasizmi? Ha, ikkovini olgan odamga mana 5 ta qo'ydi olgan odamga aka xayrini qilib beramiz, xudo xohlasa. Ikkitaga pul sanaysizlar, hurmatli obunachilar, ularga 5 ta bo'lib yetib boradi. Hammasini bolasi urg'ochi aka mana. Hammasini bolalari urg'ochi. mana. Ko'paysin ekanda, bilasizmi Ha, bular? aka bu O'zlari o'zidan ko'payaveradi xolasa bular. liniyasi bor. Qidirib yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'ysalar, liniyasi bor, haqiqiy toza arashan qo'ylar ekan mana. Kimga qiziq? garantiyalari bor aka. Qo'chqorlari bilan bizda turganlari, hamma yo'g'i videolari bor aka. O'zimizni qo'y, xotirjam olishaveradi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar, bemalol mana. Yurish-turishlarni ko'rsatdik, hamma yo'g'i salomatlari joyida. Xo'p. Qolgan ma'lumotlarni o'zlari telefon qilib olishaveradi. Abla, keyingi partiyaga o'taramizmi? Keyingi partiyaga o'tamiz, xudo xolasa pul yengillari bor. Uni ham bir ko'rsatamiz aka. Bo'ldi. Bizni kuzatishni davom etinglar, bizda akalar. Keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda 3-partiyaga mana bunaqa juda chiroyli liniyasi bor qo'ylar ekan. Oxirgacha ko'rib turasizlar, o'zi turadigan variantlar ekan mana. Sizlarga qo'ldan kelgancha bularni yoritib beramiz. Kashtanlari ham bor ekan buning ichida. Xo'p, Abdulaziz, 3-partiyamizga bu yerda endi nechta ona bola, nechta yakkalar bor bu yerda? Qo'zilar. Bu yerda yakkasi yo'q ekan. Yakkasi yo'q. 6 ta ona bola hamma bittadan bolasi bor. 6 ta ona bola, hammasining bittadan bolasi bor. Hamma bittadan bolasi. Ularni qaranglar. Voy, bachoglari ham. Bachoylari aka bular bor. Egizchi emasmi? O'zim yemagan narsalarni berib boqaman aka bular. Egizchi emasmi bular bilan? Yo'q, hammasi birizak aka. Bu yerda bitta egizak qo'y bor aka. Bitta bor. Ha. O shu mana shu qo'yimiz egizakchi aka mana. Bu egizakchi. Ha, xudo xolasi yana bo'g'oz aka, mana shu qora katta bolasi bor. Ha, shalpaydan qochqar aka bu. Liniyasi bor ekan. Ha, hamma liniyasi bor aka, javob qo'ydi. Mana bu qo'chqarmi sog'liqmi, bilasiz? Bu qo'chqor aka. Bunisi Dumbalarni qo'chqor ham qarang, rakita aka mana. Oo, dumbalarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Bu xolasa haqiqiy zo'r variant ekan. Mana qorani ham bor, mana simjurlar aka. Bir haftalik qo'zlar mana shular mana. Haftalik qo'zi ekan. Ha, ash bu yerda oldi ham 3 oylik bo'lgan aka, hali qo'zlar. Hali 3 oylikka bormagan qo'zilar. Qo'zlarim 2 oylikda o'tgandan keyin 60 kilolik bo'lyapti. Ablas, mana bu qo'zini ham shungacha, mana buni ham. Mana bu kattani ham. Ashni ham shu yerda. Qo'chqor aka. Yuzlari ham. Yuzlari haqiqiy zo'r ekan. Xo'p. Bu qo'chqor edingiz a buni? Qo'chqor aka. Orqasini qaranglar. Orqasi ham. Dumbasi ham o'ta chiroyli ekan, xudo xolasa. Mana. Qo'yavering. Mana hammasini bolalari oldida mana o'ynab turibdi mana. Hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar. Qo'zlarimiz aka, 2 oydan o'tgandan keyin 2 kilodan oyog'ida bes qilyapti. 50 kilodan vesi bor. 2 oyda o'tgandan keyin 50 kilo kam chiqmaydi aka, mana shu. 50 kilodan kam chiqmas ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, xudo xolasa yeb ishlarsiz o'tgan bir hafta sinovga beraverasiz bemalol. Hamma yo'q, bir hafta xotirjam. O'zlarini qo'ylari mana. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa Ikkitasi qilasiz. yana qochqan ekan, mana bu balasi kattalar bor-ku. Ha, bular Qochqan qochgan. bo'ldi qochqanim, mana shu qo'yimiz ham. Bu qochganiga bir oy bo'ldi. Ha, kameralar bor, qochqanlar videolar. Videolar bor ekan. O'z turadigan variantlar ekan. Xo'p. Bularni yoshlari qanaqa, bilasiz?
aka Nechinchi bollari? Hop. 2 tishi yo'q. Ha. 4 tish, 6 tish aka. 4 tish, 6 Ha. tish ekan. Hurmatli obunachilar, mana 4 tish. Uning ichida bitta urg'och qo'zi bor aka. Bitta urg'och qo'y, ha. Qolgan hammasi qo'chqor. Bitta urg'ochisi bor ekan, qolgan hammasi qo'chqor ekan. Urg'ochi bor edi, o'sha ko'rsataman mana. Mana bu bolasi ham kichkina bo'lganmi, lekin orqalari qaranglar, obunachilar, chiroyli ekan. Urg'och qo'zi mana. Bu ham shalpaydi bolasi mana. Shalpaydi bolasi ekan. Mana. Haqiqat. Mana. Zo'r narsa ekan bu ham, ha. Razvezam, takansa ekan obunachilar. Obunachilar bor, qo'chqarni zo'rini boqinglar. Qo'chqar. Bolani zo'r beraver aka. Ha biz 1 yil seleksiyada o'zi bildik buni. Qo'chqarimiz zo'rini qo'shinglar, shu qo'ylarga bolani zo'r beraver aka. Bolani mana zo'r berar ekan, hurmatli obunachilar, sizlarga ma'lumot. Ma'lumot mana. Xo'p. Mana mo'qozini qarang mana. Mana. Qaranglar obunachilar. Sifatini qaranglar. Juda chiroyli ekan haqiqat. Ko'z tegmasi, mashalloh. Onasi oldagi, onasi onasi? Ha, bachoylariga ham e'tibor berish o'zi Bachoylari ham qo'ylarni. haqiqat zo'r ekan. Bachoylari ham to'lyapti qo'ylarni. Ablas bo'ylar nechaga beramiz buni? Bo'yini? Bo'ylari 85 plus minus kalorar. 85 plus minus olagansizlar. Xo'p, Abdulaziz, buni narxini qanaqa aytamiz endi? Buni narxini aka bir joyga olinsin, Ha, $1500 beraman. 1500 dan berasiz. Ha, $1500 bir joyga olinsin. Hop, bitta ikkita tanlab olishga kelishamiz. Bitta ikkita tanlab olgan odamga plus minus bor ekan. Ha, minus yo'q. Dangalni aytib qo'y, minus yo'q. Ha, minus yo'q. Ha, faqat plus. Faqat plus ekan. Shoshilib aloqa qilib tanlab olasizlar bemalol. Va xolasa yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. O'zlarini uylarida Liniyali qo'chqardi bolalar aka. Men turishni qaraman. liniyasi. Hali bir oy bo'lgan mashqozimizga ham. Hali bir oy bo'lgan ekan, hurmatli obunachilar. Qachon tug'ilgan, hammasi videolari bor, prosta ko'rish kerak. Quloqlarini qaranglar, uzunligini, yuzlari ham oq yuz ekan mana. Oq yuz variantidan ekan onasini ham. Xo'p, Abdulaziz xudo xolasa hammasini olgan odamga xayr sunnat o'tib berasiz. Xayrini qilib beramiz. Hech kim aytganiga sotmaydi obunachilar bemalol. Telefon qo'rasizlar, xayr sunnatiga o'tib beradilar. O'tib beradigan joyi bor. Quloqlariga e'tibor bersin qo'zlarni. Birotta bachkanasi yo'q qo'zlarni ham. Hammasini ko'rsatdik obunachilarga. So'rasa takror video qilib berasiz. Keyingi partiyaga o'tiramiz a? Bir dona qo'chqarimiz bor. Admiral liniyali qo'chqarimiz, uni ham bir ko'rsatamiz. Bitta qo'chqarni zo'ri bor ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Shuni chiqarib beramiz sizlarga. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga haqiqiy liniyasi bor Arashan qo'chqardi zo'ri mana. Abdulaziz xudo xolasa buni liniyasi qanaqa liniya edi buni? Bu admiral liniyali qo'chqar aka. Qirg'iziston Bishkekdan o'zim olib kelganman. O'zingiz olib kelgansiz. Ha. Haqiqiy kelgan. Kelganiga 3-4 oy bo'lib qoldi aka bu qo'chqarimiz. Kelganiga mana 3-4 kun bo'lib qoldi. 8 oylik qo'zlig'ida olib kelib aka. Xudo xolasa qo'chqarimiz chiqardi mana. Tish endi buzda. Ha, endi buzdi, endi chiqaryapti aka. Mana. Xo'p, sekin buni ma'lumotini o'zingiz beraverasiz Abdulaziz. Xo'p, buni bo'ylarini nechiga beramiz buni? Bo'ylari aka 90 plus. 1 metrgacha qoldi qo'ydi. 1 metrga. Ha, dumbarazlar borasiz. oxirigacha. Mana. Haqiqiy qo'yam, ayiq polvon ekan mana. Yuzlari Yuzlari bilan shu uyda turgan aka, o'zim uyimda turibdi. Mana, qo'chqarimiz qulog'i 19 sm. qulog'i 19. Ha, Qirg'iziston Bishkekdan o'zim olganman aka. Mana. Haqiqiy Admiral liniyali qo'chqarni bergan egasi o'zim ham yaxshi pul olganman aka. qulog'ini Garbonoz ham yo'q, e'tibor berishaveradi. qulog'ini 19 plus dedingizmi? 19. 19 aka. 19 qulog'i, bo'ylari 90 dan oshiq dedingiz a? Ha, 1 metrga yaqinlashib, 1 metrga yaqin. yetmayapti danga ushlab turgan aka. Mana. Videoga turmayapti. Hurmatli obunachilar, biz to'g'risi bu yerda bo'yda bo'ladi ham kuch yetmayapti bunga. Mana. Tirik vesi 100 kiloning ustida hozir, xotirjam olishaveradi. Ha, 100 kilodan oshiq ekan. Ha, 100 kilodan oshib. Oyoqlariga e'tibor berasizlar, oyoqlari mana. Kassagina o'ta moshina, o'ta baquvvat ekan haqiqat. Simjun variantidan ekan. Urologga qadar yurgan aka-ukalarimizga qo'yib qo'shaman degan aka-ukalarimizga haqiqiy zo'r variant ekan mana. Yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari ham juda chiroyli, tiniq variantdan ekan. Garbonoz hamma yo'q kelgan ekan. Liniyasi bor muhimi, obunachilar haqiqiy zo'r ekan. Kimga qiziq bo'lsa, qiziqib qidirib yurgan aka-ukalaringizga jo'natib qo'yasizlar, xudo xolasa. Kimlargadir mana shu qo'y nasib qiladi, xudo xolasa. Xo'p, Abdulaziz xudo xolasa hamma yo'g'ini o'zingiz telefon qilgan odamga kelishtirib, o'zingiz ma'lumotini beraverasiz. Ma'lumotini beraverasiz. Buni Abdulaziz hozir qo'yimiz sherlarni oldiga ketib qolyapti, shunga narxiga o'tiraylik Abdulaziz buni. Narxi aka, hop, bo'ladiganini aytaman. $2500 ga aka. Qiziqqan odam aloqa qilsin beraman aka. $2500. $2500 ga qiziqqan odam aloqaga chiqaragansizlar, xudo xolasa mana haqiqiy
zo'r varianti mana. Qo'chqor zo'rini boqaman degan odamga mana. Mana obunachilar, xudo xolasa. Mana yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari oppoq. Dumbar azizini ham ko'rsatib oxirigacha kelgan. Bu solpi molpi emas aka mana. Mana. Razirasam. Takansa ekan-a? Ha, ancha charchab qoldi. Shuni ham ko'rsatib olaylik baholada keling. Shuni ham ko'rsatib qo'ying. Qo'y sovudi endi mana. Sovudi, ana. Hali chiqarma yo'q. Hali yormabdi. Ha, chunki 8 oylik qo'zlig'ida o'zim olib kelganman aka buni. 8 oyligida o'zlari olib kelgan ekanlar. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Xo'p, ashaddiy ishqiboziga ozmas xayri bormi? O'tib beradigan joyi bor. Qilsin, o'tib beramiz aka. Bo'ldi. Bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. O'zi aslida 2,5 mingga ham arzon aka qo'y. Tushungan odam olaveradi aka. Ishqibozi haqiqatan 2,5 ming dollar buncha qimmat. 4,5 millionga ham bo'g'oz qo'y bor aka. Naq, to'g'ri deb turgan bo'g'oz qo'ylarni. Qo'y bilan qo'ydi farqi bor aka. Qo'y bilan qo'y farqi. Tushungan odam telefon qilaveradi. Bu necha kilo go'sht qiladi? Bunaqa emas. Tushungan odam telefon qilaveradi aka. Hurmatli obunachilar, bu go'shtga emas, go'shtga pichmanglar buni. Ishqibozi realni olaman degan aka-ukalar bemalol aloqa chiqarasizlar. Xo'p, xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Partiyamiz bugungi oxirgi so'nggisi bu. Bugunga mana shu qo'yimiz ko'p, bemalol kelishaveradi. Bu yerda qo'ylarning soni ko'p. Bu yerda qara qo'y deysa bor, 100 tadan oshiq qo'yimiz bor. Bemalol kelishaveradi. o'zingiz video qilib tashlab berasiz. Tashlab beraveramiz. Ha, telefon qilsin. Qo'y bilan qo'ydi farqi bor. 5 million, 5,5 million ham qo'chqarchalarimiz bor aka. 5 million, 5,5 million so'mga ham qo'chqorlarda haqiqiy zo'rlari bor ekan. Mana qorani ko'rsatib qo'yaman sizlarga mana. Qo'chqorda haqiqiy zo'r variantlardan bor ekan obunachilar. Xo'p. Hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammaning chorasiga Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'ylardan bizga ham boqish nasib qilsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasiz. Ablaziz, bittadan like bosib qo'yinglar obunachilar. Shuncha mehnatga bittadan like bosaverasizlar. bittadan like. Hamma havas qilgan uyda bundan ham ko'p bo'lsa mana qo'ylar. Obunachilar bittadan like bosib turaveringlar. Sog' bo'lasizlar obunachilar.